Assalomu alaykum do'stlar, 28-noyabr sanasi. Kun hammaga xayrli kelsin. Jizzax viloyatining markazidagi Versal to'yxonasidamiz do'stlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Jizzaxdan alangali salomatsizlar. Bugun ajoyib san'atkor do'stimiz, ukamiz Samandarjon uylanyapti. Samandarjon yaxshi taniysizlar, internetda juda ham mashhur. Ayniqsa Lo'llan to'yga borgandan keyin rosa mashhur bo'lib ketgan bu yigit. Esladinglarmi? Xuddi mana shu yigit uylanyapti. Kuzatishda davom etamiz. Assalomu alaykum, mezbon mehmon. Nikohlaringizni jamlab, assalomu alaykum bir qo'li bilan dunyoni bir qancha hit taronalar muallifi Darjon oila qurayotgan ekan. Mezbonlar nomidan barchangizga xush kelibsiz deymiz. Biz sizning yo'ldan taqablashda duo qilishda davom etamiz. Digri san'atkori Odilbek Xolmatov. İdishton universiteti va shundoq turibsizlar. Hali uyda degan maxluq bor. Vodiyda voyaga yetib qo'shiladigan bo'lsa-da, butun O'zbekistonda ayni kunlarda zabt etgan Jasurbek Mirzajonov bugun daramizda ishtirok etyaptilar. Samandarjon to'ylar muborak bo'lsin. Endi ashularni ham o'ylab aytaverasiz, endi uylandingiz. Sizga ham, ota-onalarga ham to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Baxtli bo'ling Samandar. Samandarjon baxtli bo'ling. Onajonimizga alohida bitta chiroyli qarsak bo'lsa onajonimizga. Men Samandarni endi yaxshi taniyman, bu paytda yaxshi bilmayman. Shunda ismi sharifni e'lon qilsam, stadion o'rnidan turib ketdi. Stadion o'rnidan turib ketdi. Estrada yulduzlari bir tip bo'lib qoldi. Samandar shunaqa fayz oldi. Bitta qarsak bo'lsin. Baxtiyor G'oziyev daramizga taklif qilamiz. Dushmanga xor bo'lmadim. Bizi baxtli kunimizda ularni ham davraga olishimiz kerak. Onajon bo'lsa, onajonni ham davraga olaylik. Toy ham bir kun ot bo'lib kishlaydi. Bulanni keldi Voydon! usta olasin. Lohana Lamlarning ustida tarvuzdek dumalab yotsin. Allohu akbar. Qarsak ham chalib